Assalomu alaykum. Bugungi kunimiz juda ham noyob va murakkab kasalliklarga boy bo'ldi. Ular ichida buyrak usti bezining disfunksiyasi, gipogonadrop gipogonadizm, ya'ni Fertilievni-Hoyt sindrom, undan tashqari mikropenis bolalarda, transplantatsiyadan keyingi qandli diabet bolalarda va undan tashqari vitamin D retseptoriga bog'liq, ya'ni vitamin D retseptori mutatsiyasi sababli rivojlangan total alopetsiya va raxit va undan tashqari eng murakkabi bu 12 yoshli qizni 2 yil davomida qusish bilan murojaat qilgan bemor bo'ldi. Aynan shu bemor haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Sababi ushbu bemorda, ya'ni qarindosh nikoh va 10 yoshli oldingi o'g'il farzandi ham surunkali qusish, suvsizlanish, qayt qilish va noma'lum kasallikdan vafot qilgan. Hozirda 12 yoshli qizni ham qusish, vazn tashlash, noma'lum sabablar bilan umumiy holatini yomonligi, suvsizlanish bezovta qilgan. Ko'p shifokorlarga borgan, shifokorlar davolangan. Otasini so'zidan vaqti bilan kapelnitsalar olsa, ya'ni mushak ichiga yoki vena ichiga deksametazon bilan kapelnitsa olsa, o'zini birmuncha yaxshi his qilishini aytdi va bir marta bemorda sudurgi ham kuzatilgan. Oldingi tekshiruvlarda bemorda ko'p shifokorlar o'sish zonasini tekshirgan va turli xil tavsiyalar berilgan, lekin asosiy bemorda kalsiyning nisbatan kamligi va natriyni pastligiga e'tibor berishmagan va biz bemorda ko'rik vaqtida og'ir suvsizlanish, giponatremiya, metabolik atsidoz va eng qizig'i kalsiyni ham pastligini ko'rdik va kalsiyni pastligini ko'rgandan keyin bizda gipoparatireozga shubha bo'ldi va paratgormon ko'rdik va paratgormonni past bo'lishi, undan tashqari fosfor miqdorining yuqori ekanligi aniqlandi va bemorning ko'rik vaqtida eng qizig'i bemorda glotsit, ya'ni til so'rg'ishlari va uni tekislanib, silliqlanib ketishi, undan tashqari ko'zda konnektivit belgilari ham aniqlandi va bemorda juda ham kam uchraydigan buyrak usti bezini yetishmovchiligi va gipoparatireoz, undan tashqari surunkali zamburug'li konnektivit yoki glotsit bu bizga APS-1, ya'ni autoimmun poliglandulyar sindrom, ya'ni birinchi tip haqida o'ylashga majbur qildi va bemordagi qarindosh nikoh, oldingi farzandini shu holatda uchrashi va ushbu holat bu klassik triada hisoblanadi va kasallik juda ham noyob va kam uchraganligi sababli bemorlarda ko'p kech qolishlar yoki noto'g'ri davolanishlar sababli bunday bemorlar hayotdan ko'z yumishi mumkin va qand miqdorini ham nazorati va undan tashqari halqonsimon bez holatini ham baho berish bunday kasallikda juda ham muhim hisoblanadi. Sababi ushbu bemorlarda kelajakda ham qandli diabet yoki autoimmun tiroid rivojlanish xavfi bo'ladi. Va biz bemorga aniq davoni tasdiqladik va davoni boshladik va endilikda ushbu kasallikning genini ham tekshirib, aniq oxirigacha tashxis qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.